Ana shu Allohning va'dasiga bo'lgan ishonchi zaif bo'lgan inson dunyo hayoti uchun quvonadi. Agar bu dunyoning haqiqatini nimaligini tushunganida dunyo uchun quvonmagan bo'lar edi. Bu dunyo birodarlar tekislik emas, egriliklar hovlisi. Xursandchilik emas, qayg'ular hovlisi. Bu dunyoni nimaligini tushungan odam, haqiqatini bilgan odam dunyoning rohatiga quvonib, tashvishiga qayg'urmaydi. Alloh bu dunyoni imtihonlar, sinovlar hovlisi qildi. Oxiratni esa mukofotlar hovlisi qildi. Dunyodagi balolarni, sinovlarni oxiratdagi atolar uchun sabab qildi. Oxiratda beriladigan ne'matlarni dunyoning mashaqqatlariga evaz qildi. Shuning uchun Alloh taolo ato qilish uchun avval olib qo'yadi. Ato qilishlik uchun avval olib qo'yadi. Olib qo'yib sinaydi, shukr keltirib o'tsangiz imtihondan keyin ato qiladi.